Salom do'stlar, video boshlandi. Boshlandi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men Shohsaid va Zokir. Biz hozir mana shunaqa arenada videolarimiz qaranglar qanaqa quraman. Qarab turinglar. Ana birinchisi ketdi video bo'ldi. Bitta qo'shiqchilardan qo'yib olsa Zokir hozir rapperimiz qo'shiqlardan qo'yadi hozir. Rapper Zokir deb kommentariyalarga yozib tashinglar. Mama. Bugün videoya ham oldik. Challenge shorts oldik. Afsuski to'xtatolmadim. Kommentariyada yozinglar qanaqa agar video olaylik. Xohlagan videolarni olamiz. Mana bu arqadan cholib ketdi. Xohlasanglar birga qo'shilamiz, xohlasanglar Minecraft videosini ham chiqaramiz bari. Minecraft yo OneBlock agar xohlasanglar biz yuzimizni ham ko'rsatamiz. Uning uchun 1 like yig'ishinglar kerak. 1 likedan keyin biz yuzimizni ko'rsatib video olamiz yaqinda. Biz ham hozir omonxonlarga o'xshab video olmoqchimiz. Yangi montajlar qilib, yangi montaj shunaqa narsalar qo'shib olamiz. Hozir Mulagan qo'ysa yaxshiroq bo'ladi. Menga yoqadigan qo'shiq bu Mulagan. Hozir qo'yib beradi sizlarga rapper Zokir. Ana. Da mana. Sizlarga ham yoqib qolish kerak. Arkadan soldi bitta bot. O'ynashdan ko'rasizlar bolalar. Bittasi ketuvdi ham bittasi arqamdan chalib qoldi. Da yüzümüzde hem kursamiz 1 like. Bize yakında OneBlock videosunu olamiz. OneBlock videosida yuzimizni ham ko'rsatishimiz mumkin. 1 like yig'sanglar. Ikkovimiz qo'shilib birga OneBlockda yashaymiz. Yoki kompyuterlarimizga qo'shilamiz. Agar kompyuterdan qo'shilishimizni xohlasanglar, kommentariyaga kompyuter yoki 2 degan sonlar yozib qoldirsanglar, biz kompyuterlarga ham qo'shilamiz. Hozir biz telefonda o'ynaymiz, chunki kompyuterlarimiz uncha yaqinlarda taxlab berishadi. O'shanda kompyuterlarda video olishni boshlaymiz. Qaranglar, mana shu o'yinga kirsanglar, sizlarga maslahat. Mana buni bosasizlar, aylantirib o'tirasizlar. Mana bunaqa aytgancha menga druzda tashib qo'yinglar do'stlar. O'zimni akkauntimni aytaman. Mana shu akkauntim Zohirda akkauntiga nechta 50 tadan ko'proq druzda kelsa, sizlarga 63 tadan tarqatamiz. 5 ta omadli obunachimizga 50 Robux'ni tarqatamiz. Shuning uchun nechtadir film omadli kelsa, agar yutib qolishinglar mumkin. Mana shuning uchun menga druzda tashinglar. Mana aytaman sizlarga. Zohga 672. Menikini bilasizlar? Yo'q. Qaranglar, hozir sizlar Shoha Gaming deysizlar. Meni Alex Fan degan akkauntim chiqadi. Alex Fan. O'sha akkauntimga do'st tashab qo'ysanglar bo'ladi. Короче, Zohka deganda adashsanglar. Короче, teaser taq qo'yganman boshimga. Xuddi olim TV yoqib. Mana shuning uchun o'shanga
yumshoq H. O'sha yumshoq H bilan yozinglar. Mani ismimni. Короче 672. Eslab qolinglar, 672 qo'shilgan. Agar 50 ta menga druza kelsa, tamom. Sizlar 50 Robuxdan tarqatamiz. 5 ta omadli Mana biz nima kompyuter boshmiz. chunki biza televizor bosh. Biz bunga Robux ishlatganmiz. Roblox emas, bu offline narsada. Do'stlar, mana shunaqa gaplar. Bizga like bosinglar. Bir likdan keyin yuzimiz ko'rsatib, sizlarni bilan olishimiz ham mumkin. Ko'rdinglarmi? Bitta odam bittada. Mana druzam 50 ta bo'lish kerak. Shunda sizlarga 50 Robuxdan 5 ta omadli obunachimizga berib yuboramiz. Yaqin orada sizdan kompyuterlar to'g'rilansa, sizlar bilan sekin-sekin yoki eksperimentlar, hayotdan eksperiment olamiz. Hayotda shu ko'chalarda aylanib eksperimentlar olamiz. Shu eksperimentlarda sizlar qatnashishinglar uchun like va obunani ayamanglar. Bugun video shundan iborat. Yo'q, hali 10 minut bo'lgandan keyin xayrlashamiz do'stlar. Chunki 10 minutdan ko'proq video bu kanal uchun zarar ekan. Men bu boya YouTube'da tashkilot qildim. Nima YouTube uchun zarar deganda. Sizlar YouTube kanal ochmoqchi bo'lsanglar, mendan so'rashingiz mumkin. Qanaqa auditoriyani qanday kuchaytirish, shunaqa masalaga nima desa bo'ladi endi uni. Sizlarga yordam berishim mumkin. Kommentariyalarimni bilasizlar, o'sha aka YouTube kanal ochib bering desanglar, ochib sizlarga kodlarni aytib lichkaga tishib qo'yaman akkauntlarni. Shunaqa gaplar do'stlar. Xohlasangiz sizlar bilan birga ham o'ynayman yoki dunyoda ko'rishamiz. Shunaqa auditoriyalar ham olamiz. Sizlar hammasi sizlar uchun. Mana bugun videolar shulardan iborat edi do'stlar. Hammaga xayr. Bugun video qisqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman va mana bu televizorga qarayman.